inson yashashga uspet qilar ekan, baxtli bo'lishga kam period. Oke, necha pul ishlayapsiz endi? Yo, bu yo toza qo'lingizga keladigani 40 ming. Ishdan bo'shimiz, mana shu go'shtni olib tashlaymiz ratsiondan degan bo'laydi. Men даже biron marta sovchi qo'ymaganman. Menga nima klichka bergan bo'lardingiz? Mikrofon berardim. Mana shu baxtli bo'lga erishib, to'lib toshib yuraylik, baxtli bo'linglar. O'zbekistonda eng taniqli va eng boy trener bilan eksklyuziv intervyu. Ahad Xudayarov necha pul ishlaydi va mashinalarning obzori. Ahad aka, assalomu alaykum. Atlet. Ko'rishib ko'rshammi? Charchamayapsizmi? Ko'rinishingiz вообще nishtiyak. Baho degani ko'rishlaringiz. Davram istayman-da. Abdushi, rahmat e'tibor uchun. Jahongir krutoy kontentlaringizni bitta seriyasini menga ataganingiz uchun вообще xursand bo'ldim. Sizga ham rahmat. Abdushi. Mashinalaringizdan boshlaymiz. Bu yerda do'stlar Instagramda qisqa varianti, to'liq varianti Pulus YouTube kanalida chiqdi. Li bilan BMW. Albatta. Nima unaqa? Komfort, tezlik. Qachon chiqasiz buni? Qachon haydingiz buni? Qachon haydingiz? Bu letniy. Haftada bir marta настроениyaga qarab haydayman. Olganidan beri уже 2000 yurdi, o'shandan beri turibdi. Asosan Lida yuribsiz. Asosan Lida, chunki buni komforti, o'zi taxo olmoqchi edim, buni komforti bilan taxoniki osmon bilan yerchalik farq qiladi. Lida yoruvordingiz, chiqib, negativ, endi nima deysan? Bu yomon narsa yoshdi bundan keyin. Chunki negativ ham baribir Lini niyat qiladi yoki Lidan zo'rini niyat qiladi. Yomon ko'rma niyatlaringni deganman. Meni yomon ko'rsang ko'raver, keragi yo'q uni menga. Yaxshi ko'rishingni ham yomon ko'r. Menga yoqqani, niyating yaxshi ko'r deganman. Shu hayot daftarimda hamma bor ekan, men yo'q ekanman. Конечно, ko'pchilik o'zbek yigitlari hayot daftarida o'zini esdan chiqazib qo'ydi. O'zini ham erkak kishi xursand qilib turish kerak. Конечно, o'zini xursand qilib turish kerak. Bu qanchalik kuchga to'lgani sari oilasini uzoqroqqa tortib boradi. So'ramasam bo'lmaydi. BMW necha pul? 50 ming. 50 ming dollar. Bu 72 ming yo'q bilan bo'ldi. 72 ming. Da. Ya'ni bitta mashinani ukangizga sovg'a qilib yuboribsiz. Ha, 27 ming. Yana 30 minglik mashinani bitta ukamga berib yubordim undan. Prosta berib yuboribsiz. Shuning bo'yicha pul topishingiz hozir yaxshi, ko'z tegmasin. Lekin undan oldin 10 yildan ortiq даже охрана bo'lib ishlagan ekansiz. Xuddi shunaqa. Da, xuddi shunaqa. Tinmasdan o'zimni ustimda ishlab, охранаligimni ham sumkamni ko'tarib faqat disiplinada dieta qilib yurganman. Tinmasdan izuchat qilib o'rganib. Sportda emas, sport filosofiyasi. Meni zadacham sport kimga kerakligini emas, nimaga kerakligini gapirish. Necha pul ishlardingiz unda? $1000 ishladim. $1000? Da. Ну, o'ziga yoqardimi? Конечно, da, tinch xotirjam, qoniqardim. Qaysi ma'noda? Hali farzandlarim unaqa ikkita emas edi, ko'p emas edi, katta emas edi. Yetarli. Всё, потом mustaqil bo'lishga harakat qilib, mustaqil bo'l. Hozir yomon emas. Kim mahrani aytgansiz? Endi u inson o'zlaridan so'ramaganimcha baribir balkim bir kun o'zlari yetib qolar. Meni to'g'rimda ham ozgina gapiradigan kunlari ochaman chunki shaxsiyatim. Biznesmenmi? Albatta biznesmen, bankir inson bo'lishgan. Bitta o'zingiz aqrani qilganmisiz yo 2-3 ta yurardik? A, 2. Bu ishkalli qanaqadir kritik situatsiyada bo'ladimi? Yo'q, biznesmenlarda juda kam bo'ladi. Bo'lgan taqdirda ham biz maksimalni diplomatik yondashamiz. Chunki zadachamiz shunaqa edi. O'zingiz oxirgi marta qachon urushgansiz? 2015. 2015-yilda. Ishlagan, esda ham qolgan. 9 yil oldin. Da. Nimaga ishlashgan? Endi bo'ladi-yu ishlaganda. Kim bilan urushgansiz? O'zi sherigim o'sha aqrana bilan. Qattimmi? Bo'ladi, yaxshi yomon emas. Baquvvat bola yomon emas. Urushib bizga ko'p kerak bo'lmadi. Yarim soat, 1 soatda bemalol basen qilib, choy ichib, dam olib. Boshqa qanaqa situatsiya bo'lmagan hadingizda? Chunki nima bo'lishidan qat'iy nazar, u joyda parod qilmasangiz, kimnidir uxlatmasangiz, erkak hech qachon urushmaydi. Ag'adagi Instagramni yoryapsiz. Rahmat. Chatalaringiz, gaplaringiz, ana gap yo'q deyotgancha, prямой efirda o'tiribsiz-da. Kimdir, "Oka, problemam bor" deyapti, "Men qara problemam, butun umr bo'ladi." Davay, problemam bilan kurash. Baxtli bo'ldi orada. Da, butun umr. Mana yoningizda o'tiradi problema. Liba oldingizda o'tib sizni kutib turadi, liba yonma-yon yuradi, lekin hech qachon orqada qolmaydi. O'zingiz ham noldan ko'tarilgan bolasiz. Albatta, xuddi sizga o'xshab. Sirdaryoda tug'ilgansiz. Baxt shahrida. Endi ko'plar aytadi, qachonqili unaqa aqlli emas deydi. Sizni eshitasiz. O'sha stereotipni buzish uchun harakat qilganman. O'qituvchilar oilasida tug'ilgan ekansiz. O'zingiz o'sha filosofiya fakultetini tugatgan ekansiz. Faylasuf bo'lgansiz. 6 yil deganda bitirganman. No bormaganman dars o'qishga. Yo'q. Hayot o'rgatgan. Ha, chunki aqranadagi ishim bilan bir-biriga to'g'ri kelmasdi. Bir darsga borib lekin hamma o'qituvchimni har doim hurmat qilib ko'ziga tikka qaramaganman. Aqrana bo'lib yurganingizni o'ylaganmisiz? Mana shunaqa kunlar keladi, butun O'zbekiston taniydi. Niyat qilganman. Kuni kecha mashinamda o'tirganda bitta yaqinim bilan bir kun mashina olsam, Madonnani Forzen degan ashulasi bor edi. Keyin shuni qo'yib, hali Lida qo'ymadim, qora mashinada qo'yishni niyat qilganimda qo'ydim. Shunaqangi chiroyli bir aura bo'ldi ichkari. Bitta mashinalarni aylanib chiqaylik. Давайте. BMWni birinchi o'p oldingiz. BMWni ham videosini ko'rdim. Silvestr Stallone'ga o'xshab mana Просто так olib o'ta pasil nima edi? BMW olganingizda? O
Men birinchi sinfligimda BMWni troykani ko'rganman. 96-yillari troykani ko'rganimda mana shunaqa tomosha qilib turganman-da kelib. Mana shu logoga qaraganman. Nima bu? Qanaqa mashina bu? Ko'rmaganman endi birinchi sinf bola. O'sha narsa mana shu qolib ketgan. Qachondir baribir sen meniki bo'lasan deb. Bo'ladi deb. Albatta, o'sha kun kelgan. Urdingiz joyiga. Yangi bo'lib turibdi, svejiy bo'lib. Doq haydashga vaqtingiz ham yo'qmi? Yo'q, vaqtim yo'q lekin. Chunki ertalab soat 7:30 dan kechqurun 11 gacha ishlayman tikka oyoqda. Lekin yurakni qizitib turadi. Kechasi o'yga. Kechasi olib chiqaman. Liniya ham tarixni aytib berdingiz, taxo olmoqchi bo'libsiz. Da, solishtirdim. Buni komforti, xarakteri, o'zini tutishi, sizga bo'ysunishi, xizmat qilishi вообще zo'r bratishka ekan. Mazza qilyapsiz. Вообще. Qora salonni olibsiz. Hamma joyini qora qildim. Broni plonkasi ham qora. Ustini ham qora broni qora plonka qilganman uni. Qop-qora. Bomba. Yoqdi takoy. Men bu saloniga отдельно baho bera olinglar. Menga ham yoqdi. Qora saloni, skromniy, boshqa ortmaydigan rang takoy. Okey, necha pul ishlayapsiz endi? Stories necha pul, post necha pul? Mayli, Instagramdan boshlaylik. Yo'q, вообще pulni hisoblamaganman. 250 mingta odam ko'radi storiesda, lekin hali hisobni topmadim. Postlar millionlab prosmotrlar. Postimga menga 20 minggacha chiqsa ham qo'ymadim. Xohlamadim. Nima chiqdi? Nimaga qo'ymadingiz? Meditsina bo'yicha chiqishdi, u bilan hazillashib bo'lmaydi o'shaning uchun. Dori? Da, albatta. Yo'q dedingiz, yo'q, qo'ymadim. 50 ming bo'lsa ham yo'q. Asosiy pulni nimada ishlab topyapsiz unda? Bilishim bo'yicha zalda trenirovka qilasiz. bor, offlayn darslarim bor, qo'shimcha bizneslarim bor. Nechta odam trenirovka qiladi zalingizda? Offlayn 150 ta, undan sal ko'proq ham, chunki har hafta 150 ta odam. Nech pul turadi trenirovka qilish? $100. $100 ha? Deylik 15 ming, onlayn darsim 750 ta bo'lsa 30 ming deylik, yo'q. 15 ming, 30 ming, yana ana mashinalarni arendaga chiqarib o'rganman deyapsiz. Yo'q, toza qo'lingizga keladigani 40 ming. 40 mingni? Oldin mana $1000 ishlagansiz, hozir mana 40 mingga o'tin nimaga ishlatyapsiz pulni mana? Mashina sizga tashlab beraman, skrinshotini. Ishdan bo'shashimda xotinimga men o'zi bir kunga 100 gram mol go'shti yerdimda, 100 ming so'mni 10 kunlik yerdim. Ishdan bo'shaymiz, mana shu go'shtni olib tashlaymiz ratsiondan degan bola edim. 1,5 yil bo'ldi ekonomiy rejimga. Ana o'sha SMSga qaraganim sari va shu ishni meni hisoblamayman ham borgan sari. Baribir tashlab ketasan-ku deyman. Topganingni tashlab ketishni yig'ding. Demak, uspet qil. Inson yashashga uspet qilar ekan, baxtli bo'lishga kam period. Biz baxtli bo'lib bolalar yashashimizga kichkina juda ham period bor ekan. Juda kerak. Sog' bo'lganimiz, yaqinlarimiz tirik bo'lgani. Bizdan ketadi bu sog'lik, mushishning massa ham ketadi. Evaza qilish olish. Albatta, tishingiz yo'q bo'lgandan keyin o'zi steak tushunmaysiz. Ko'zingiz ko'rmagandan keyin не то что li, даже Ferrari'ni ham tushunmaysiz. Oxirgi eng qimmat olgan narsangiz nima bo'ldi? Пока что mana bu. Endi yozgi sport kar mo'ljallab turibman, u menimcha eng qimmati bo'lib tursa kerak deyman. Yo'q, bundan tashqari uy oldim o'zim. 130 ming, da. Endi unga 50 mingga anaqa qilaman. Remontga qo'ygan ekan. Da. Orzular ro'yobga chiqyapti. Juda ham xudoga shukr. O'zidan o'zi kelib qolmagan. Da, o'ziga yarasha 20 yil tinimsiz mashaqqat chekkanman, 20 yil qo'limda sumkamni ko'tarib, harakat qilib izlanganman. Bu sportda kimga emas, nimaga kerakligini tushuntirib berish. Orzular amalga oshar ekanda oxiri. Albatta. Orzular hech qachon orzuligicha qolmaydi. O'zini vaqti bor ekanmi? Albatta. Bir xil mana harakat qildi deb bo'lmayapti deydi-yu. Nima qilish kerak? Sabr qilish kerakmi? U o'zini ustida ishlamayapti. Harakat qilish deganda boshqani xizmatini qilib kelish emas, o'zini ustida ishlab kelish kerak odam. Men o'zim ustimda ishlaganman ishimdan tashqari. Ishini qilaversin, qilmasin emas. Misol uchun o'zini qo'shimcha ishiga o'zini ustida ishlashni qo'shib qo'ysin, albatta bo'ladi. Chunki etapga olib chiqadigan yagona shaxs o'zini o'zi, boshqa odam emas. Pul baxt olib kelar ekanmi siz? Postoyanno mana baxtli bo'l deysiz. Yo'q, pul baxt olib kelmaydi, lekin baxtga bo'lgan manzillarda eshigini juda ham ko'pini ochib tashlab, o'ta tez yetkazib boradi. Shu yerda ham u yerman baxt olib kelmaslik. Gapni yorib Axir aka, bu konkurs qilib tanlov qilib olsak bo'ladimi? Bemalol. Mendan shart sizdan marhamat, bemalol. Nima, misol uchun 1 oylik trenirovkasi bilan 1 oylik trenirovkasi ham, zali ham, maslahatlarimni ham sizdan beraman. 1 oylik, albatta. Bo'ldi, mendan shart keyingi nima mashina olmoqchilar, topgan odamga bo'ldi gap. Shuni sovg'a qilib olsa, keyingi mashinalar nima? Chiqishingiz mana shunaqa obrazingiz to'g'rimi? Qanaqadir misolda obraz bor. O'zim hayotim shunaqa. O'zim tutishim, gaplashishim. Uyda qanaqa mana uyga kirib kelganda? Qizlarim bilan papashi, onamlar bilan kichkina o'g'ilchaman. Xotinim bilan axat xudoyarman mana shunaqa turishim. Men даже biror marta so'ch qo'ymaganman. Bitta yaxshi ko'rganimni borib to'g'ri onasidan so'rab, adasidan so'rab, ikkalovi bilan o'zbekcha restoraniga pastga taklif qilib, gaplashib o'zimga o'zim sovchi bo'lganman. O'shanda qaynatam so'ragandilar. Nima uchun uyingizdagilarni olib kelmadingiz deganda, yo'q desangiz o'zimga yo'q deydi. Ular bilmasin. Ko'ngli og'rimasin. Chunki men ular uchun ideal insonman. Agar hozir menga yo'q desangiz, ularni ko'ngli og'riydi. Menga yo'q deb qo'ying deganimda, kelaversin degan. Onamlar, ammamlar, xolam kelib turib, hamma narsani pishirib bo'libsan degan.
Ну да, по-другому как, bratан. Olgansiz, bosgan. Shuncha. Zalda bosasiz hammani. Hamma. Hammaga klichka Yo'q, berib zalda ekan. вообще. Hammaga klichka berib Chunki shuning tashlayapsiz. uchun kelishadi. Erta sanatoriy emas, erta uyg'onish kerak, mujik, sen turishing kerak. Bilasanmi qancha ishing bor Tanish hali? millionerimiz ham bundoq qilib turar ekan. Gapingizda. Gap yo'q. 5 ketdim. Menga nima klichka bergan bo'lardi zalga borsam? Mikrofon berardim. Nimaga O'zingiz tushingizni qarang. Любойda mikrofonni olib qo'yasiz siz kontentlaringizda. Agressiya, xarizma вообще idealno. Zerikishga shans bermaysiz-da, men maza qilaman. Da, больше beravering kontentlarni. To, что bitta o'zbek yigiti ko'rsin, qanchalik boshqa o'zbek yigiti uspexga yetib borgan, men ham bunga ergashaman. Videoga like bosib, izohda fikringizni qoldiringlar. Hadiga rahmat. Rahmat sizga ham. 2-3 ta so'zani chiroyli. Такой прям yuragi urib yo'limizda, umr yo'limizda. Yaxshisidan umidvormiz. Umr yo'limizda hech qachon qoqilmasdan mana shu baxtli bo'lga erishib, to'lib toshib yuraylik. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Siz ham sog' bo'ling.